मन शायर तो नहीं, मन शायर तो नहीं, मगर हंसी जब से देखा मैंने तुझको मुझको शायरी आ गई. Menga qara. Xotinimga qarab shunday qildim, xotinim mana da bolalar qo'yibdi ekan. Qani xotining? Ana. Bu kim bo'ladi deding? Xotin. Jufti halolim nimani? Yo, akam, gezarmay o'lgur, gezarmay o'lgur. Qo'limda qilganimda ro'pram tursang o'lasanmi? O'laman-da. Oysha xolani qo'yibsan. Ekanlaring bitta joydasizlar, Toshkentdan, Ha, Toshkentdan. Sen ham Toshkentda yo'q ol, bu o'zi Toshkentda yo'q bo'lgan. Menga qaragin, biratdan baxtga. मन शायर तो नहीं, Shaqot. मन शायर Ha. Yer-xot o'ynaymiz. नहीं, मगर हंसी जब से देखा मैंने तुझको मुझको शायरी आ गई. Hey, qarang. Xafa bo'lmaysizlar qadrdonlar. Jinnani katta kichkinasi. Bo'ldi. To'g'ri. Ochir. Aniq to'g'ri buni. Aniq to'g'ri. Bu perparatkasi bor edi. Bular tomi yetib qopti bularni. O'ylashing-a. Hey, masxara yigitlar. Muzika tugadi. Yana buni qarang. Buni 100 mingtalik kimniki? Nima dedi? Rahmat. Hey. Manaki kelib qoqing, menga kelib. Metta chiqadi. Mana metta. Buni qoqing. Ana, buni qoqsiz, ko'tarib turib qoqingchi. Og'riq. Nimaga bo'lmasa yosh bolali bor, unda pul chiqadimi undan? So'm yo'q unda. Adam tushundira. Qara. Bo'lmasa polvon tog'ingizni borib qoqing, ko'tarib turib nimni 2 marta siltasangiz, undan chiqadi. Soqolli qizalashina pul tushmaydi. Menga qara. Pul desam, sen nima yerlarda izlab qolding? O'zing aytding-ku 100 mingtalik kimnikidir? Men hazillashdim-da. Hazillashmay. Hazillashganim shunchalik. Muzika tugadi. Sizlar hali ham o'ynayapsizlar. Tugadik deb o'ynayapmiz. Bo'ldi bas. Bo'ldi bas. Xo'jayin. Shu ashla eshitganmisan? Qaysi ashlaydi? Bassi ya siyib qo'ydi bolasi. Bu boshqacha aytilmaganmi-da? Shaklamodi poti deyapti. Ha, u boshqacha aytilgan. Mutarabbi to'g'ri. Masxarovoz yigit. Menga qara. Bu dorda tagiga chiqqan odamda har bittasini qo'lida hunari yoki san'ati bo'lishi kerak. To'ppa-to'g'ri. Nima to'ppa-to'g'ri? Shu san'ati bo'ladi deding-ku. Senda hunarlardan, san'atlardan, so'rlardan bormi? Bor. Qanaqalarda masalan odam shuncha odam yig'ildi. Shularni ko'nglini zabt etadigan, xursand qiladigan, ko'nglini ko'taradigan san'atlarning so'rlari bormi? O'ting, bilasanmi menda qanaqasi bor? Qanaqalari bor? Bodring salat, pomidor salat, fintuzi salat, alviya salat, shokolad salatlari bor. Men salat demadim. San'at dedim, hunar. Hunar. San'at boshqacha bo'ladi. Hunar. Ana, hunarda hammasi mana pochchangda-da. Senda. Menda. Qanaqa hunarlari bor?
dahshat hunar bor. Masalan, zo'rlaridan bormi? O'zbekiston, Tojikiston, Turkmaniston, Hindiston, Italiya, Parijda, Londonda xizmatda o'rniga tuhmat ko'rsatgan Raga Patatis keldi deb ayt. Nima patis? Raga Patatis. Yo, men umumiy davlatlarda aytolmayman, bunaqa tez gapira olmayman men. Sen bitta aytolmaysan. Yo, men sekin. O'zbekistonda xizmatda o'rniga tuhmat ko'rsatgan. Bunaqa bitta bo'lmaydi. Ha, qana deyishim kerak. O'zbekiston, Tojikiston, Turkmaniston, Hindiston, Italiya, Parij, Londonda xizmatda o'rniga tuhmat ko'rsatgan Raga Patatis keldi deb ayt. Yo, boshini tushunyapman. O'zbekiston, Turkmaniston, keyin yana qanaqadir davlatlarda aytyapsan, oxiriga tushunmayapman. Oxiri nima o'zi u? Nima qiladi u? Xizmatda o'rniga tuhmat ko'rsatgan. Yo, unisiga ham tushunyapman. Haligi bir narsa patismi, nimadir deyapsan u? Raga Patatis. U nima qiladi u? Yugurib kelib oyog'im yerga pishti uraman-da. Tepaga chiqib ketib bir xatdan keyin qurvaqani volasi vaqillab tushaman. Yo, bizga anaqa san'at kerak emas. Bizda undan zo'rlari bor. Sirasi mana shu yerda yugurib kelib turib 5-6 ta to'g'raydiganlari bor. Men qara, u bir haftadan keyin o'zi odam endi yig'iladigan bo'lsa, bir haftadan keyin biz boshqa qishloqda bo'lamiz-da. Sen qayerga tushasan unda? Bunaqasi bo'lmaydimi? Yo, bizda tez otadiganlari kerak. Ha, tez otadigan akrobat. Ha. Akrobatlar. Akrobatis kerak. Ana o'shalar dadasiman-da. Kim? Ha? Senmi? Salto otasan. Ha, bu turishingda salto emas, xalta ham bo'lmaydi-ku. Nima xalta bo'lmaydi, salto bo'ladi. Yo, endi salto otadigan sal chiroyliroq, sal sifati bo'ladi. Bashara-masharalarda. Senda u narsalar ham ko'rinmayapti-da. Hamma yo'q akarachga bo'yotibdi-yu. Saltani basharada otmayman-ku, oyoqda otaman-ku. Endi baribir-da oyoqlaring ham to'g'ri kelmaydi, razvallaring ketyapti-yu mana bunaqa bu. O'sha muvozanatda ushlalarmikan deyman-da. Joyida ushlaydi. Rushnoylar yaxshimi? Yo'q, rushnoy ishdan chiqqan. Rushnoy ishlamaydimi? To'g'ri suzvoraman mana shu qara. Yo, unda bo'lmaydi. Rushnoy yaxshi ishlash kerak. Salto otganda joyiga tushish kerak. U odamlarda chekib ketadigan u salto bo'lmaydi-da. Ha, joyiga tushsam bo'ldi. Ha. Bo'ldi gap. Sen shunaqa salto otasan. Otaman. O'zi hayotingda otganmisan? Agar esimda bo'lsa, esimdan chiqmagan bo'lsa, oxirgi marta 39,5 metrga otganman. Qanchaga? 39,5 metr. Tepagami? 39,5 hazlashyapsanmi sen? 39,5 metr, 12 metr bag'i bo'ladigan bo'lsa, bunga 5-6 ta qo'sh. Ey, 39,5 metr tepaga chiqqanmisan. Jinnimisan? Endi chuqurga tushib ketganman, Ha, quduqqa tushib ketgansan. Ha, o'sha 39,5 metr ekanda. Ha, tushguningcha salto otib tushgansan-da. Nima, u ham salto-ku. Tirik chiqqaning ham shu o'zi zo'r ekanda. Akasiga qo'yganda. Ha, menga qara, chetda bitta bo'lsa ham otalasanmi? Otaman. Aniq. Shu Bir dona otib bersang yetadi. Keyin Muxtorjonni chaqirganmiz, o'sha otaveradi qolganini. bo'ldi, bitta otib beraman, 1 million berasan. Qancha? Ha? Qancha? Bitta otib beraman, 1 millionta prosmotr bo'ladi deyman. Ha, shunday degan prosmotrlarni gapir. So'mni gapirmaga. O'rtaga oylar qani ketdi? Bu to'shak nimaga bu to'shak? Xo'jayin. Ha, To'shak ehtiyot shart. ehtiyot shart. Mana bu orqadagi ishda sopoldan qilingan kosa parcha-parcha bo'lib ketmasligi uchun. Yo, kosa sinmasligi mumkin-u, lekin lalaku yorilib ketishi mumkin. Aniqda. Lalakuni gapirgin dedimi hozir? Ha, endi bilib bo'ladimi? Hozir sen to'shak soldirib qo'yding, akrobatlarga to'shak shart emas aslida. O'sha pampas ehtiyot qilyapman-da. Ha. Chetda otasan. Oldigami, orqagami? Yugurib borib oldiga qimillab orqaga otaman. Ha, bitta yonbosh orqaga. Bo'ldi, mana ket. Ko'ramiz. Ey, masxaraboz. Nima qilyapsan hozir? Masmenka. Rasmenka degan? Sportsmenlar shunaqa rasmenka qiladi, mana bunaqa rasmenka qiladi bu. Eshikni ko'rsatmaydi. Hali Conor Habibmi, nima Conormi? Shunaqaga o'xshaysan, ha? Anaqa ko'mi? Ko'mir demadim men. Hali boksyor bor edi, kalta yegan. O'shanga o'xshaysan, o'shanga o'xshab mana bunaqa qilyapsan, ha? Ana ko'nir makaronmi? Ha, qanaqa makaron? Vermishil degan. Ha. Qani, ketdi, otchi, mayli. Nima bo'lsa ham otsang bo'ldi. Yo otasan, yo mana shu yerda otasan.
E'tibor ber. Mana. Endi gapirmoqchi edim. E'tibor bering, salto otadi degandim. Bu nima bo'lganda ham shunday qoldim hozir kelib suzib burkurga aylanib tushdingmi? Nima bo'ldi? Ha? Ana nima bu? Bu qalpoq. Og'zi burning yalpoq. Ha, nima bo'ldi bu? Zarar kunanda qalpoq bu. Nimaga endi? Mana shu og'irlik qildi, kallan tortib ketib qoldi-da. Hozir keladiganingda shu qalpoq tortib ketdimi? Ha, shu tortib ketdi-da. Bahanani ham so'rayganmi? Qanaqa bahola? Tortib ketdi kallan tortgan. Endi bosh yalang otasan. O'shaning otaman. Qalpoqsiz ham hech narsa qilmaydimi? Yo'q, hech nima qilmaydi. Qani bo'pti ot. Ot qani ko'ramiz. Otchi. Hey. Xo'jayin! Cho'ntagimdan esimdan chiqib qoldi. Bu ham ma'lum chiqib ketadi. Buni ham kim bo'ladi? Bu hamma qalpoq senda ekanda. To'xtab tur, yo'lni ko'rib yordam oling, ko'zim ochilmayapti. Qani ketdi. Qochib. Yana nima bo'ldi? Aytdim senga, ko'zimni to'sib qoladi dedimmi? Deding? Dedim. Demadingda. Dedimi? O'zim ham bilardim shunaqa bo'lishini. Endi bu yoqqa qara. Yo otasan, yo otmay qo'yaver, bo'lmasa. Yo'q, endi ham otaman. Bahana qilyapsan, qoqinib tushyapsan, o'xshamayapti senda. Mana uni ko'rdingmi? Ko'tarilib qolgan, ilinib qoldi-da, yo'q. Mana shu ilinib qoldimi? Bo'ldi, mana men bosib qo'yaman. Endi otasanmi? Mana ko'rib oling, operator, aylanib ketdi, do'ppingdan boshingga. Ha? Bu yoqqa qara. Endi otasanmi? Ko'ramiz. Qani otchi. Razvallar ham ochilib ketdi-yu. Endi yaxshi bir razval qiladigan olib borib, razval to'g'irlatib kelasan, o'ng qara. Ragatga o'p popdi-yu. Men qara. Ha? Mana uni ko'rdingmi? Nimani? Kitayskiy salistik. Galistik. Nima bo'ldi? Mana shu og'irlik. Nima uchyapti o'zi? O? Hey, juda bo'lmaganda. Hamma kiyim senda ekan. Ha, o'shancha u. Hey! Ha, sabasi bor ekan. Hey! Sabasi bor. Hop! Bo'ldi. Qoch. Ha? Medika suda. Ha. Paypoqda tikka turganini ko'rganmisan? Ko'ryapman. Seni yoniga qo'shsam yurib ketadi ekan u ham mavzu. Ichiga biror nima solib qo'yganmisan? Yo'q, haqiqatan paypoq ekan. Ya, bu yoqqa qara. Salto otib turib, qaytib kiyib olmoqchimiding? Endi shunaqa demoqchi edim. Ha, shunaqa. Endi shunaqa qilasan. Men qara, sen yechinib bo'lding. Yo'q, oyoqdagilarni ham yechib tashladi. Ishqim, oyoqlarda mana shu oqar yotibdi-yu. Ha, Oyoq peshobga topmagandan bu. bilinib turibdi, karantin seni oyog'ingga yoqibdi. O'shani Karantin yoqmadi. O'sha qarichi.
seni kutyapman, men seni gapirmayman. Oyog'im muzlab ketdi axir. O'zing aytdingmi? Otaman deb ot, yechinding. Yaxshiyam Karamga o'xshab tugab qolmading. Ey. Pastga tush. Pastga tush. Ot, saltoningni ot. Tepada otvoraydi. Yo, tepadan ot, pastga otavering. Oldin pastga do'ndir. Keyin tepaga chiqasan. Mabodo pastga otasan, keyin tepada otasan. Ot chiqaning bir ko'rikchi. Bo'ldi siz. Mayli. Otdingi, qarsak bo'lsin, otni bu bola qarsak. Yashas. Enasini yo'qotgan meymulga o'xshaysan-a? Nima u yugurdi deysan-a? Nima bo'ldi? Otsa. Nima men sot olsam sana meni ot o'rishing kerakmi? Sen yopishib olding Kanadang, axir. Xursand bo'lganimdan yopishdim. Xursand bo'lganda yugurib kelib turib odamlarga rahmat qil. Bo'ldi, shuni o'zi yetadi. Yaxshi, men anaqasini bitta qo'l qaytarib yubormadim. Ya shuni qilmoqchi edim bu to'ylarda. Menga qara, hozir otganingni bildingmi? Hozir topdimmi? Biz zo'r otding. Menga qara, turgan holatda otalasanmi? Ha, joyidami? Joyida. Mana shu joyda bitta otasan, keyin chiqib ketaverasan. Aman. Ot bitta otib ber, turgan joyda. Ana shu yerda. Ha, ketdi. Obating. Sherak. Ote. Gapirmaydi, ha? Sizlar odamlarga o'xshaysan-a? Uchyapman hozirmi? Bo'l, ot. Ber. Ber. Bir demang. Otsang. Sen qo'yganingda qo'yasan. Hadi, ketma. Ot endi. Mencha ko'p gapiradi, xotinimga o'xshamas bu. Ana, hop. Ha, hop. Ot. Ana endi bitta chiroyli qarsak. Albatta sizni bizning xizmatimizda bo'ldi. Ajoyib tomoshalar bilan masxaraboz yigitimizga bir chiroyli qarsak kuzatib qo'yamiz. Boravering endi. Bor? Ha? Qilasan. Nimaga, nima qilish kerak endi? Pulni ber. Qanaqa pulni beraman? Boshda aytdingki 1 million beraman. 1 million. Yo'q, akang beradi, akang. Yo'q, sen berasan deysan. Endi shetda beraman, ha. Bo'l, mana pulni olasizda, ha. Ben mana bunda pul ko'proq-da. Mana beraman, shu bolam unga men pul berib qo'y. Qancha? 2 million 900 ming. Soqolingning hurmatiga 5 million qilib berasan. Qog'oz olaverasan, dollar olaverasan. So'ngga hech kelgan yo'q hech. Plastik bo'lsa tashlasa, kilik alqal tashlab ham qo'yaveraman. Menlarni kuyib qolgan. Shu yerdan o'tkazaveraman. Men bu pulni olib bir chekkaga chiqib jimgina mazza qilyap. Rahmat. Hazar masxaraboz yigitga bitta qarsiy cho'ganimni martqo'rada afk ko'rmasan, qarsiy bo'lsin. Qani katta. Noy bo'lavering. Katta.